Bugungi lokatsiyamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'ondan chiqish 300 tomonga o'tishda o'rtada chap tomonda so'qoq somsalar, tandirlarni ko'ryapsizlar. Mana hozir yana obzorni qilib beramiz. Somsa shunaqa ham katta, ko'p ko'rganmanman, parkingga ham borganman. Chi kattaroq o'xshayapti, dadilroq bu. Kelib yeb ko'rishlarini maslahat beraman. Hozirgi paytda bu darmondolar rosa kerak. Odam organizmi qishdan rosa sovuqlardan chiqqandan keyin xuddi shu somsalardan iste'mol qilish kerak deb o'ylayman. Qo'y desangiz, kulchalari bor ekan mana bu yerda. Qatiq deysizmi, damashniy qatiqlar, qurutlar. Qisqacha hozir obzorni qilib beramiz. Yopilish jarayonlarini, nechta tandirligini ko'rsatamiz sizlarga asosan. U tomonga o'taylik, operator. Assalomu alaykum, hormanglar. Mana o'tinlar, shunaqa o'tinlarda tandirlar qizdirilar ekan. Mana haqiqiy tabiiy. O'zi o'tinda ham ana vitamini bor. Gazdagi narsa, pishgan narsa bilan o'tinda pishgan narsaning ancha farqi bo'ladi. Uni kamiga xamirlari ham boshqacha. Ichidagi ko'katlar darmondorlarga boy, rosa mador bo'ladigan narsalar. Mana tandirni ko'ringlar, o'sha haqiqiy ekzotik holat. Hozir bu so'qoq somsalarda yopayotgan bolalar bilan gaplashamiz. O't yoqishyapti bu yerda. Assalomu alaykum. Hormang, charchamasdan olyapsizmi? Bir kunda necha marta tandir buni yoqasiz? 10 ta tandir bor, 4-5 metrdan yoqiladi. 10 ta tandir 4-5 metr. 10 ta tandir 4-5 metrdan yoqiladi. 40 ta 50 ta. Charchamanglar. Issiqlik zo'rmi? Necha gradus bor? 70-80 bormi? Bu ashqovoqligimi opa? Ha, ashqovoqlik. Qanaqa xillari bor endi bu somsalar? Ashqovoqlik bor, kartoshkali bor, tovuq go'shti, mol go'shti, ko'katli bor. Ko'katli. Yaxshi. Bu pastdagi ko'katli shekilli o'zi? Ha, bu ko'katli. Charchamanglar. O'nta tandir to'xtagan yo'q. Biri uzilyapti, yana yopilyapti. Mana yana uzilyapti. Bu ko'katligimi opa? Bu ko'katlik. Ko'katlishki. Mana go'shtli. Go'shtli. Go'shtlilari, ko'katlilari bor ekan. Xullas kelib shunday uzilgan narsani yeysiz va boshqacha-da. Sizlarga kelishlarni tilab qolaman yana. Bir bor. Mana bunisida yopilgan hozir. Issiqlik kuydiryapti qo'lni mana shu ichkari. Opalarimizga rahmat. Shunchalik
Issiqqa qaramasdan mana xalqimiz uchun xizmat qilishyapti. Kimdir tasvirga olib, kimdir mana gul qo'llari bilan bunaqa sonsalarni yop xizmat qiladi. Xullas, hammaga rahmat. Like, podpiskani ayamanglar. Yana yeyish jarayonini ko'rsatib beraman. Hozir ichlarini bir qator ko'rsatib. Keyin aytaman. Bo'pti hozir. Choylarni hozir qaynashini ko'rdim. O'sha oldingi paxta paytidagi choy boklariga qaytiladi. O'zi anaqa boshqacharoq ta'm keladi, o'tin aralash. Xullas, mazza. O'zi qanaqa narx-navolar? Xo'p, akajon, tabakamiz bor, 15 so'mdan oshqovoqimiz bor. 15 ga ikkita, ko'katimiz bor, u ham 15 ga ikkita. Uchovidan bittadan bering, ha? Bo'ldi. Ko'raylik-chi. Bu ko'katli tarkibida nimalar bor? Ko'katning tarkibida ko'kat, obishniy, lola bargi, Lola bargi, mador. yana ko'katlarimiz bor. Bas ayni damda organizm uchun kerakli vitaminlar bor ekan bu somsalar ichida. Bu ko'katligini ko'ramiz. Qaranglar ishlarni. Shundoq ko'katlar. Keyin ishgan xamir ham boshqacharoq shekilli. Bismillah. Haqiqiy boshqacha ta'm beryapti. Kelmasalar ham bo'lmaydi. Lokatsiyani Osiyodagi hayotga kirsalaring Telegram orqali, o'sha orqali ko'raverasizlar. Anonsini ham bo'lib kerak. So'z ham bormi? Yo'q, gap yo'q. Mana bunisini ko'raylikchi. Bunisi nimaligi edi? Go'shtlimi? Tovuq go'shtlimi. Tovuq go'shti. Xamiri alohida bir tema ekan, to'g'risi, men boshqacha maqtash bas, men borini gapiraman, bilasizlar har doim.